Kazan kızı, Kiyev'de tügül, Gülnaz Garibjanova. Gülnaz Garibjanova, Qozon qizi, Kiyevda tugil, ammo g'ayla turunda o'ylana boshlagan. Xiyoli Татарстанның xalq artisti ismine layık bulu. Hobbi, şiirler, kuylar yozuv, resim yasav, tiller o'zlashtiruv. 7 yil san'at maktabida bilim olgandan so'ng Qozon davlat madaniyat ham san'at universitetine teatr bo'limiga o'qirga kirgan. Ondan tish Qozon federal universitetida jurnalistga o'qiy. Kumirlari Alfiya Afzalova, Selin Dion, Valentina Tolkunova. Devizi turmushning yamin ham tamin bilib yasha. Gülnaz Garibjanova. Gülnaz, o'zingning noshar ham o'ng'ay sifatlaringni aytib o'tali bizga. Shunday qiziq so'rov berdingiz, siz menga. Mana har kishida bitinda yaxshi yoqda bo'lar, noshar yoqda bo'lar, shay bitinda. Mana siz o'zingizdan nendey yaxshi sifatingiz bor? Nechik deb? Men sir saqlay bilaman. Ham kishi siylamayman. Bu benim yaxshi sifatimdir deb o'ylayman. Mana noshar yoqqa kelganda endi kishining yuzine berib durustlikni aytaman. O endi tege yaxshi sifatda bir qarasang, ikkinchi yoqdan qarasang noshar sifatda. Chunki nosharligimning bunda kishi o'pkalarga mumkin. Mana siz kishini o'pkalatuvdan qo'rqmaysizmi? Qo'rqam. Shunga ko'ra men noshar sifatga solmayman. Shunga ko'ra men to'g'risini aytishga tirisham deb aytdi Gülnaz Garibjanova.